Agarda sizga yashirin provokatsion savol berilsa, Nilufar Usmonova usulidan foydalaning. Yulduz Usmonovani taklif qildingizmi? Yulduz Usmonova endi Samarqandda edilar. Yo'q, Yulduz Usmonovani xabarlar bor xabarlari. Yulduz Usmonovani qachonki xalq qo'yib yuborsa, vaqtlari bo'lsa, albatta kelishadi. Qanaqa fikr bildirdilar o'zi duo qilib? Nima deb o'ylaysiz? Siz oningiz duo qiladimi uydan chiqib Albatta. ketishingiz? Yo'q, konsert beryapman onajon deb bordingizmi aqrobilarga? Nima deb o'ylaysiz? O'ylab ko'ring. Suhbatdoshning kattalari pozitsiyasidan chiqarib, bola pozitsiyasiga tushiradigan xavfli savolida agarda to'g'ri qo'llanganda. Qanaqa fikr bildirdi? Yo'q, konsert beryapman onajon deb bordingizmi aqrobilarga? Bu yerda Nilufar Usmonova ushbu vaziyatdan go'zal chiqdilar. Ishlatgan usullari bu yerda counter question, ya'ni qarshi savol qo'yish. Ushbu provokatsion savolga siz javob beradigan bo'lsangiz, nazorat unda qoladi. Agarda savolga savol bilan javob beradigan bo'lsangiz, nazorat sizga o'tadi. Bu usul pluslari to'g'ridan-to'g'ri javob bermaysiz, vaqtdan yutasiz. O'ylab olishga vaqt bo'ladi sizda. Bu ayniqsa sizga qiyin savol berilgan paytda juda ham yaxshi usul. Texnika yordamida bosim kamayadi, provokatsiya to'xtaydi va nazorat sizga qaytadi. Siz nima deb o'ylaysiz qarshi savoliga javob berishganda? Siz shunday deysiz. Bu sizning fikringiz. Hammani o'zining shaxsiy fikri bor. Fikringiz uchun rahmat. Yoki oxirida statusi baland odam bo'ladigan bo'lsa, fikringizni o'ylab ko'raman. Bu sizni uni fikrini qabul qildingiz degani emas. Shunchaki go'zal ignor qilish texnikasi. Bu usulning yanada kuchaytirilgan versiyasi bu meta kommunikatsiya usuli hisoblanadi. Bu yerda savolni javobi haqida emas, savolni o'zi haqida muhokama ochish orqali, demak, sizga provokatsion savol beradigan odamni savolni sindirishingiz mumkin. Savolni o'zini muhokama qilib, o'yinni yuqori darajaga olib chiqsangiz bo'ladi. Masalan, bu savolni qaysi maqsadda beryapsiz? Savol bergan odam noqulay ahvolga tushadi va savolni tushuntirishga majbur bo'ladi. Siz ko'proq xotiningizdan maslahat olasizmi yoki onangizdanmi? Yoki siz bir buket gulni onangizga berasizmi yoki xotiningizga? Вот mana shunaqa savol berildi. Mana shu savol paytida meta kommunikatsiya usuli orqali, demak, savol o'ziga urg'u berasiz. Siz hozir xotinim va onam o'rtasida ikkalasidan birini tanlashimni so'rayapsiz. Shunda savolni qadrsizlantirib tashlashingiz mumkin. Shuncha bunday savollar suhbatni to'ldirish yoki davom ettirish uchun ongsiz ravishda ham berilishi mumkin. Agar siz savolni qaytaradigan bo'lsangiz, ushbu odam bergan savol ustida o'ylanib qoladi. Xullas, bu usullar orqali keraksiz tortishuvni oldini olishlaringiz mumkin. Agarda sizga suhbatni boshqarish, muzokaralar, manipulyatsiya yo'nalishlari qiziq bo'ladigan bo'lsa, hoziroq kanalimga obuna bo'ling. Ushbu yo'nalishda rivojlanmoqchi bo'lsangiz, profilim shapkasida manipulit kitobimni, avtorlik manipulit kitobimni olishingiz mumkin.